Har bitta fanda bo'lganida ingliz tilida ham o'zini formulalari bor. Gap qurilishi formulalari bor. Bu formulalarni o'qishni qoidalarini bonus dars qilib chiqdim. S harfi. Bu subjektni qisqartmasi, birinchi bosh harfi. Ega degani gapdagi egani bildiradi. Formula ichida S keldimi, siz tushuningki, bu ega ma'nosini beradi. Uni o'rniga istalgan bir olmoshni, ismni, joy nomlarini, hayvonlar ismini, narsalar ismini yoki ega bo'lib keladigan istalgan bir narsaning nomini yoki bog'lovchini, istalgan narsani qo'yish mumkin, lekin u ega hisoblanadi. Keyingisi V harfi ingliz tilida V deb o'qiladi. Verb degani verbni birinchi harfidan olingan. Bu fe'l degani. V keldimi, demak o'sha o'rinda fe'l qo'yilishi kerak. Keyingisi N harfi nounni birinchi harfidan olingan, ot degan ma'noni bildiradi. N o'rnida ot keladi. Keyingisi adjective'ni qisqartmasi, boshidagi 3 ta harf olingan. Shuni ko'rdingizmi? Demakki, bu sifat. Formula o'rnida, shu harflar o'rnida sifat qo'yilishi kerak. Keyingisi adverb. Bu ravish degani. Ravishni boshidagi 3 ta harf olingan. Adv. Bu ravish qo'yilishi kerakligini bildiradi. Keyingisi qo'shimchalardan biri. Juda ko'p keladigan qo'shimcha ing qo'shimchasi. O'zbek tilida ing deb o'qiymiz. Ingliz tilida ing deb o'qiymiz. Fe'llarning oxiriga qo'shilib kelib, zamonni qaysi zamonda ekanligini ifodalab beradi. Odatda davomli zamonlarda fe'llarning oxiriga qo'shilib keladi. Keyingisi ed qo'shimchasi. O'tgan zamonni yasaydigan qo'shimcha. Bu qo'shimcha ham fe'llar oxiriga qo'shilib keladi. ing ham, ed ham fe'ldan keyin qo'shilib keladi. Qo'shilgan holatni ko'rdingizmi? Demak, o'sha yerda fe'ldan keyin ing yoki ed o'zi qo'shilib keladigan holat bo'ladi.